Hind aktrisasi va qo'shiqchisi Pariniti Chopra ekrandagi debyuti uchun eng yaxshi debyut mukofotini qo'lga kiritgan. Uning turli janrdagi filmlarda ijro etgan rollari tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. Pariniti shu kungacha Filmfare va milliy kino mukofotlar bilan taqdirlangan. Pariniti Chopra 1988-yil 22-oktyabrda Shimoliy Hindistonning Ambala shahrida tug'ildi. Oilada undan tashqari Shivang va Saraj ismli ukalari bor edi. Aktrisa panjobliklar muhitida tarbiyalandi. Bo'lajak aktrisaning otasi tadbirkor bo'lib, milliy armiya uchun mahsulotlar yetkazib berardi. Onasi esa uy bekasi bo'lib, qizi va o'g'illarining tarbiyasi bilan mashg'ul edi. Onasining urinishlari tufayli Pariniti Iso va Maryam monastiri qoshidagi maktabning birinchi o'quvchilaridan biriga aylandi. U bankir bo'lishni orzu qilardi. Shuning uchun matematika va iqtisodiyot kurslari bilan parallel ravishda ingliz tilini o'rgandi. Pariniti shu bilan birga raqs va qo'shiqchilik kurslarini a'lo baholar bilan tamomladi. Vaqti bilan oilaviy ko'ngilochar va milliy bayramlarda qo'yiladigan spektakllarda qatnashib yurdi. 17 yoshida ota-onasi Parinitiga Angliyada o'qishni davom ettirishga ruxsat berishdi. Bo'lajak aktrisa u yerda Manchester universitetiga qarashli ta'lim muassasasida iqtisodiyot bo'yicha ma'ruzalar tinglab, moliya va biznes mutaxassisligi bo'yicha ta'lim oldi. 2009-yilda Yevropa mamlakatlariga ta'sir ko'rsatgan inqiroz tufayli Chopra Hindistonga qaytib, ish izlash bilan jiddiy shug'ullanishga majbur bo'ldi. Pariniti shaxsiy hayoti haqida gapirmaslikni afzal ko'rardi. 2010-yillar boshida Hind nashrlari uning Arjun Kapur bilan ishqiy munosabatlari haqida yozishgan, ammo ularning o'rtasida biron gap bormidi aslida? Buni faqat ularning o'zlari bilishadi. Pariniti bolaligidan aktyorlik kasbiga ishonchsizlik bilan qaragan bo'lsa-da, faoliyatidagi ilk qadamlari kutilmaganda aynan kino bilan bog'liq bo'ldi. U eng yirik ijodiy studiyalardan biri, ya'ni Yash Raj Filmsda reklama va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limida ishlay boshladi. Ba'zida amakivachchasi Priyankaning ishtirok etgan suratga olish jarayonlarini kuzatib, Pariniti Chopra o'z fikrini o'zgartirdi. Menejer va marketolog lavozimidan tark etib, aktyorlik maktabida o'qishni boshladi. Kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan Chopra xonimlar Rikki Bahoga qarshi romantik komediyasida rol o'ynadi va ikkinchi darajali debyut roli uchun ko'plab kino mukofotlarini qo'lga kiritdi. Ular orasida People's Choice Awards India mukofoti, shuningdek ikkita xalqaro Hindiston kino akademiyasi mukofotlari bor edi. 2012-yilda Pariniti Arjun Kapur bilan birga Eshaqzade Isyonkor sevgi filmida suratga tushdi. Shundan so'ng u haqida yanada ko'proq gapira boshlashdi. Bu roli tufayli Pariniti yilning eng nufuzli ayollari reytingiga kirdi. Jurnalistlar u Bollywoodni zabt eta oldi degan xulosaga kelishdi. 2014-yilda Ranveer Singh va Sidharth Malhotra bilan hamkorlikda suratga tushganidan so'ng Parinitining keyingi 2 yil davomida filmlari chiqmadi. So'ngra Otishma komediyaviy filmi ekranga chiqdi. Biroq bu film u qadar omadli bo'lmadi. 2017-yilda Pariniti Quvnoq firibgarlar filmida Karina Kapurning o'rnini egalladi va Mening sevimli Bindum romantik komediyasida mashhur qo'shiqchi rolini o'ynadi. Keyin u Arjun Kapur bilan hamkorlikni tiklab, Rahmat Angliya melodramasida paydo bo'ldi. 2019-yilda Pariniti Sarakhari jangi harbiy dramasida rol o'ynadi va boshqa tillarga hali dublyaj qilinmagan bir qator hind komediyalarida paydo bo'ldi. Keyin Amerikaning Poyezddagi qiz filmining remeyki va mashhur panjoblik badmintonchi ayolning hayoti haqidagi Sayna biografik kartinasida suratga tushdi. Pariniti Chopra 2023-yil 24-sentyabrda siyosatchi Raghav Chadha bilan turmush qurdi. Ularning to'yi Udaipurda bo'lib o'tdi. 2025-yil oktyabr oyi oxirida Pariniti Chopra va Raghav Chadha o'g'il farzandli bo'ldi. Ular bolaga Nir deb ism qo'yishdi va bu haqda 2025-yil noyabr oyida Instagramda xabar berishdi. Aziz muxlis, siz Pariniti ishtirokidagi qaysi filmlarni ko'rgansiz? Sizga uning qaysi rollari ma'qul bo'lgan? Aktrisa haqidagi fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi roliklarimizda kimlar haqida ma'lumot berishimizni istardingiz? Bu haqda ham albatta yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling.